O'zbekistonning milliy brendi qarsilama somsa endi Rossiyada. Xalqimizning sevimli ijodkori va so'z ustasi Qobil Karimberdiyev tomonidan asos solingan O'zbekistonning mashhur milliy brendi Qarsillama somsa 2 yil davomida Qirg'izistonning Bishkek shahrida, Qozog'istonning Olmota, Tojikistonning Dushanbe va O'zbekistonning ko'pgina shaharlarida 30 dan ortiq filiallarini ochishga ulgurgan edi. Endi esa ushbu brend Moskva shahrida o'z faoliyatini boshladi. Endilikda Rossiyada turib ham o'zbek somsasining iliq, qarsillagani va o'ziga xos mazasidan bahramand bo'lishingiz mumkin. O'zbekiston ta'mini Rossiyada his qilmoqchi bo'lganlar uchun bu yangi manzil qulay imkoniyat yaratadi. Mahsulotlar an'anaviy usulda sifatli masalliqlardan tayyorlanadi. Har bir somsa o'z ona yurtimizni eslatuvchi tandirlarda pishiriladi va mijozlarga issiqqinaligicha taqdim etiladi. Shu yo'sinda O'zbekiston milliy brendi Qarsillama somsa butun dunyoni zabt etishiga ishonamiz.